odamlarning orasida Xizr alayhissalomni uchratishlik maqsadida yuradigan odamlar ham bor. U kishi bilan bunday ko'rishadigan bo'lsang, bosh barmoqni bunday qisib ko'rishgin. Xizr alayhissalomni bosh barmoqlarini suyagi bo'lmaydi. Shunday agar qo'lni bosgan vaqtingda suyagi bo'lmasa, u kishi Xizr bo'ladi. Tilagingni deganda nimani tilab qoladigan bo'lsang amalga oshadi deydi. Bu odamlarning orasida tarqalgan gap so'zlar. Endi o'sha odam ishi yurishmagan odam ham shu barmoqni hali unisinikini ushab ko'radi. Hali bunisini bosh barmog'ini ezib ko'radi. Zori shu Xizr bo'lib qolsa-yu, ishi 5 bo'lib ketsa, hammasi zo'r bo'lsa. Lekin u kishini mana aytilyaptiki, ilm bo'lishligi uchun aytayapmiz buni. Xizr alayhissalom u kishi payg'ambar bo'lganlarmi yoki vali odam bo'lganlarmi deyilsa, u kishi serkaromat, vali odam bo'lganlar, Allohning do'sti bo'lgan u kishi. Endi bugungi kunimizda ham u kishini hayotmilar yoki vafot etganlar degan masalalarda ham turfa xil gaplar bor. Lekin aksariyat ulamolar aytadilarki, Xizr alayhissalom vafot etib ketganlar. Agarda vafot etmagan bo'lganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam payg'ambar qilib jo'natilinganlarida, ya'ni Musa alayhissalomning davrida yashaganlar. Musa alayhissalomning davrida yashagan solih bo'lgan zot agarda hayot kechiradigan bo'lganlarida payg'ambar alayhissalomni payg'ambar bo'lib jo'natilinganlardan keyin kelib albatta u kishi bilan ko'rishgan bo'lardilar degan so'zni aytishadi.